Mm. Assalomu alaykum. Noibadullaeva Shohida, Toshkent davlat tibbiyot universiteti PhD dotsenti bo'laman. Fakultet pediatriya kafedrasi dotsenti. Bugungi mavzumiz bolalarda surunkali pankreatit kasalligi. Bu mavzumizdan maqsad bolalarda surunkali pankreatitning etiologiyasi, patogenezi, klinikasi, diagnostika va davolashlarini o'rganishdan iborat. Mavzumiz rejasiga kiritilgan patologiyani ta'rifi, kasallikning etiologiyasi, surunkali pankreatit patogenezi, surunkali pankreatitning tasnifi va kasallikning yetakchi klinik sindromlari, surunkali pankreatit tashxisot tamoyillari, surunkali pankreatit davolash hamda dispanser kuzatuvi bugungi mavzumizning rejasiga kiritilgan. Surunkali pankreatit o'zi, surunkali pankreatit oshqozon osti bezining yallig'lanishi bo'lib, atsinar to'qima chiqaruv tizimining o'choqli yoki diffuz, destruktiv, degenerativ o'zgarishlar bilan kechuvchi turli darajadagi funksional o'zgarishlar bilan namoyon bo'luvchi kasallik hisoblanadi. Bu anatomik tuzilishi, ya'ni bu oshqozon osti bezi oshqozon ostida joylashgan bo'lib, buni tana qismi, boshi, tanasi hamda dumidan iborat. Buni pankreatik shira chiqaruv yo'llari, protoklari bor. Ular общий жечный protok bilan birgalikda pankreatik protok ikkalasi 12 ichakka ochiladi. Etiologiyasi, ya'ni pankreatitga keltirib chiqaruvchi sabablar bu pankreatit shirasining ajralishini buzilishi. Oshqozon osti oqimining nuqsonlari, ya'ni oqim yo'llarining tashqaridan ezilishi, bosilishi, undan tashqari tosh bilan obstruksiyasi va boshqa har xil nuqsonlar bilan obstruksiyalar kiradi. 12 ichakning kasalliklari 40% bemorlarda uchraydi. Turli sabablardan ko'ra intraduodenal bosimning ortishi ham bu pankreatik shira ajralishi buzilishiga olib keladi. O't yo'llari kasalliklari 40% bemorlarda uchraydi. Pankreatit fermentlarning oshqozon osti bezi to'qimasida faollashishi, ya'ni ferment ishlab chiqarilishi, faollashib ketishi ham bu o'sha a'zoni o'zini oshqozon osti bezining yallig'lanishiga olib keladi. Noto'g'ri ovqatlanish hisobiga oshqozon osti bezi ko'plab stimulyatsiyaga uchraydi. Ya'ni noto'g'ri ovqatlanish bu o'sha ko'p shira yeyish, sovuq, gazlili, yog'lili, och qoringa eng ko'p och qoringa birdaniga o'sha muzdek sovuq ichimliklar ichish hamda glyukozaga boy muzqaymoq, shirin narsalar yeyish hamda pankreatit uchraydi. Xo'p, etiologiyasi bu infeksion omil. Infeksion omilni ochiqlaydigan bo'lsak, bu epidemik paratit, ya'ni tepki kasalligi. Ko'p bu o'sha pankreatit kasalligini keltirib chiquvchi kasalliklardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari virusli gepatit, ya'ni virusli gepatitga chalingan bolalarda pankreatit bo'lish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Enteroviruslar har xil virusli infeksiyalardan keyin oshqozon osti bezi yallig'lanishi ko'proq uchraydi. Sitomegali viruslar, gerpi viruslar bu kasallikni chaqirishga sabab bo'ladi. Bundan tashqari mikoplazmali infeksiyalar, salmonelloz, infeksion mononukleoz ham kasallikni kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Gelmintozlarda pankreatit rivojlanadi, ya'ni bolalarda eng ko'p o'sha gijja parazitlar bo'lgani uchun bo'ladi. O'sha pankreatit yo'llariga bularni toksinlarini chiqishi yoki bo'lmasam koloniya kistalarini tiqilib qolish, obstruksiya berishi ham bu pankreatit rivojlanishiga olib keladi. Bular opistexoroz, askaridoz kasalliklari. Sepsisda pankreatit rivojlanishi mumkin, ya'ni sepsis umumiy organizm infeksion yallig'lanish kasalligi bo'lib, qondagi infeksiya o'sha pankreatit oshqozon osti bezini yallig'lanishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari oshqozon osti bezining jarohatlari, ya'ni travmalari, ezilishi, bosilishi, yorilishi, har xil travmalardan keyin ham pankreatit rivojlanishi mumkin. Tizimli jarayonlar, ya'ni avtoimmun kasalliklar fonida ham bu pankreatit rivojlanishi mumkin. Biriktiruvchi to'qima kasalliklarida, endokrin kasalliklarda, giperlipidemiya, gipotireoz, giperparatiriyoz, giperkalsemiya, surunkali buyrak yetishmovchiligi, mukovissidozlardan keyin pankreatit rivojlanish ehtimoli ko'proq. Bundan tashqari qon aylanish jarayoni, mikrosirkulyatsiya jarayoni buzilishi, allergik kasalliklar, ratsionda ksenobiotiklar mahsulotlarni iste'mol qilish ham bu pankreatit rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Hamda hazm tizimining boshqa kasalliklari natijasida yuzaga keladigan pankreatit bu ikkilamchi pankreatit. Hozirgi sanab o'tganlarimiz hammasi birlamchi pankreatit, ya'ni o'sha omillar to'g'ridan-to'g'ri pankreatit kasalligini qo'zg'atsa, bu birlamchi pankreatit hisoblanadi. Lekin hazm tizimining boshqa kasalliklari natijasida yuzaga keladi, bu ikkilamchi pankreatit hisoblanadi.
Undan tashqari, reaktiv pankreatit ham uchrashi mumkin. Dori-darmonlar, toksinlar natijasida ham, ya'ni MKVSlar, kortikosteroidlar, sitostatiklar, furosemid, metronidazol, nonsteroid yollanishga qarshi dorilarni ko'p miqdorda uzoq muddatga iste'mol qilganda, ya'ni bu pankreatit rivojlanish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Patogenezi, ya'ni pankreatit rivojlanishida pankreatitning ko'pgina shakllar asosida pankreatit fermentlarning bez parenximasi va oqim yo'lini faollashishi yotadi. Tripsin patologik jarayonni rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'ladi. Avtolik jarayonida shish, nekroz, keyinchalik jarayon residulanganda bezning sklerozga, fibrozga uchrashi va sklerotik faoliyatning yetishmovchiligiga olib keladi. Kuchli ingibitor tizimlar yordamida patologik jarayon bezda chegaralanishi mumkin. Tasnifi, ya'ni surunkali pankreatit tasnifi, etiologiyasi. Kelib chiqishi bo'yicha birlamchi, ikkilamchi. Hozirgi aytganimizdek, to'g'ridan-to'g'ri etiologik omil kasallik qo'zg'atsa, bu birlamchi hisoblanadi. Ikkilamchi hazm sistemasining boshqa kasalliklarining fonida rivojlanishi bu ikkilamchi pankreatit deb hisoblanadi. Klinik turlari, turlari qaytalanuvchi, doimiy og'riqli hamda latent kechuvi mavjud. Ya'ni qaytalanuvchi og'riq ma'lum muddatda qaytalanib turadi, doimiy og'riqli bo'lishi mumkin. Ko'proq doimiy og'riqli pankreatitda bo'ladi. Latent yashirin kechuv kuzatilishi mumkin. Kasallikning davrlari zo'rayish, subremissiya, remissiya davrlariga bo'linadi. Og'irlik darajasiga ko'ra 3 ta yengil, o'rta og'ir, og'ir darajalar mavjud. Pankreatit sekretsiyasining turlari, ya'ni bu sekretsiyasi ajralishiga qarab giposekretor, gipersekretor hamda obstruktiv pankreatitlar farqlanadi. Morfologik turlari, ya'ni parenximatoz a'zoning morfologiyasiga qarab shishlik, parenximatoz, kistoz, pankreatit uchrashi mumkin. Buni asoratlarga keladigan bo'lsak, atsit, sarg'ayish, kontrdiabet, kalsifikatlar, qon ketishi, absess, oqmalar rivojlanadi. Ya'ni bu yerda yana oshqozon osti bezining tuzilishi, dumi, tanasi hamda bosh qismi bu katta sasoq, ya'ni bu yerga o'sha o't qopidi suyuqligi hamda oshqozon pankreatining sekretsiyasi ajraladi. Klinik ko'rish sindromlari, ya'ni biz bilamiz, bunda pankreatitda eng ustun turadigan sindrom bu og'riq sindromi hisoblanadi. Ya'ni ko'pchilik bemorlarni og'riq bezovta qiladi, og'riq bilan shikoyat qilib keladi. Bolalarda bu og'riq sindromi bezovtalik, yig'lash, injiqlik, qaysarlik, uyqu buzilishlari bilan namoyon bo'lishi mumkin. Endi og'riq sindromi ko'pchilik bemorlarda qorinning yuqori qismida, ya'ni epigastral sohada o'ng, chap qovoq ravog'i ostida xurujma og'riq kuzatiladi. Ba'zi bemorlar bolalarda og'riq simillovchi bo'ladi. Og'riq kunning ikkinchi yarmida ovqat yegandan so'ng kuchayadi. Ayniqsa yangi mevalar, xom sabzavotlar, sharbatlar, shirinliklar, sut mahsulotlari iste'mol qilgandan so'ng kuzatiladi. Chunki bu mahsulotlar ichida haydovchi xususiyatga ega hisoblanadi. Og'riq sindromi faqat parhez buzgandagina emas, balki virusli infeksiyalardan so'ng, ya'ni kasallanishlardan keyin ham yuzaga kelishi mumkin. Og'riq sindromining davomiyligi, ya'ni og'riq davomiyligi turlicha bo'ladi. Bir necha soatdan bir necha kungacha ham cho'zilishi mumkin. Kam hollarda esa nisbatan doimiy, to'mtoq, kuchsiz og'riq kuzatiladi. Unda ham kam hollarda simlovchi og'riq zaminida kuchli og'riq xurujlar, ya'ni krizlari, pриступ deymiz, shular kuzatilishi mumkin. Og'riq orqaga ko'krak qafasining chap, o'ng taraflariga uzatilib, belbog'simon tusga ega bo'ladi. Ba'zida og'riqlar bemor o'tirgan, tanasi oldiga egilgan va tizza tirsak bo'kish holatda, ya'ni majburiy holatda bo'lganda kamayadi. O'shaning uchun bemorlarimiz majburiy holatda egallaydi, ya'ni og'riqni kamaytirish maqsadida. Og'riq sindromi xuruj cho'qqisida qorin old devori yuqori qismi mushaklar defansi yuzaga keladi. Ya'ni mushaklar qattiqlashishi, qarshiligi oshishi yuzaga keladi. Bu holat ba'zan mahalliy, ba'zan tarqalgan bo'lishi mumkin. Ko'pincha chap qovurg'a osti va chap qovurg'a umurtqa pog'onasi burchagida yumshoq to'qimalarda shish kuzatiladi. Ya'ni Grot sindromi simptomi deymiz. Grot simptomi o'sha aynan og'riq oshqozon osti bezini zararlangan sohasida mushaklar ustidagi yog' qatlami atrofiyaga uchragani hisobiga yondosh to'qimalarda, yonlarida o'sha to'qimani shishib qolgani kuzatilishi mumkin. Shaffar, Meyerobson, Kach, Jardin nuqlarida kuchli og'riq kuzatiladi. Ko'pincha atrofiya hisobiga chap tomondagi mushak qavatini yupqalashuvi, qatillashishi, ya'ni Grot simptomi musbat
bo'ladi. Pankreatik sohani va mushak defansini palpatsiyasida uzoq doimiy organning palpator sezuvchanligi doimiy saqlanib turadi. Ya'ni palpatsiya qilganimizda keyin ham og'riq saqlanib turadi. Mana og'riq nuqtalari keltirilgan. Og'riq nuqtalari to'rtta bo'lib, Jarden nuqtasi birinchi nuqta. Jarden nuqtasi ya'ni kindikdan o'ng qovurg'a, o'ng qo'ltiq ostiga chiziq tortganimizda bu sohada bo'ladi. Ya'ni pastki 1/3 kindikdan 4-7 santimetr tepada Jarden nuqtasi. Keyingisi shaffar rive, ya'ni o'ng qovurg'a ravog'i yoyida o'rtasidan kindikka qarab e, chiziq tortamiz hamda kindikdan qorinni mana kindikka ko'ndalang chiziq tortganimizda ikkalasini o'rtasidagi hosil bo'lgan burchak bu shaffar rive zonasi deyiladi. Kat simptomi, ya'ni kat simptomi qorin to'g'ri mushagi, qorin to'g'ri mushagini tashqi qirrasi, ya'ni kindikdan 4-7 santimetr tepada bo'ladi. Meyer Robson nuqtasi. Meyer Robson nuqtasi bu ham chap qovurg'a ravog'i, ya'ni qo'ltiqqa tortsagan bo'ladi. Qo'ltiq osti chizig'i tortganda pastdan 3 ga bo'lganimizda 3/1 zonasida, mana 3/1 zonasida bu Meyer Robson nuqtasi hisoblanadi. Jarden nuqtasi bu hozirgi aytganlarimiz keltirgan, ya'ni kindik qo'ltiq osti cho'lqursa o'rtasida chiziq ustida kindikdan 4-6 santimetr yuqorida oshqozon besining boshini proyeksiyasi. Shaffarda ham boshini proyeksiyasi bo'ladi. Kat simptomida bu tanasini proyeksiyasi bo'ladi. Meyer Robson nuqtasida bo'lsa, bu dumini proyeksiyasi bo'ladi. Klinik ko'rinishlardan keyingi sindrom bu dispeptik sindrom, dispeptik buzilishlar. Eng ko'p kuzatiladiganlar bu ishtahani pasayishi, ko'nglanish, qusish. Qusishning o'ziga xosligi bitta yengillik keltirmaydigan qusish yuzaga keladi. Jig'ildon qaynashi, kekirish, og'iz qurishi, achchiq tanqisi, ko'p so'lak ajralishi, ya'ni gipersalivatsiya kuzatiladi. Ishtahani buzilishi pasaygan yoki me'yorda ishtaha zaminda yuzaga keladigan kuchli ochlik xuruji bilan yog'li ovqatni yeya olmaslik, ba'zan ovqatdan qo'rqish, ya'ni sitofobiya, ovqat yeyishdan qo'rquv hissi ham paydo bo'lishi mumkin. Nordon, tuzlangan ovqatlarni ko'p iste'mol qilish xohish paydo bo'ladi. Ba'zi bemorlarda chanqash hissi bezovta qiladi. Najas o'zgarishi qabziyat, ichki tish bilan almashinib turadi. Meteorizm bo'ladi. Ko'pincha polifekaliya kuzatiladi. Klinik ko'rinishlarda intoksikatsiya sindromi hamda astenivegetativ sindromlar. Bemor bolalarda tashqi ko'rinishda, ayniqsa og'iz burun uchburchagi terisida kulrang tus olishi boshlaydi. Ko'z ostida ko'karishlar yuzaga keladi. Ba'zi bemorlarda skleraning sarg'ayishi bilan birga vitamin yetishmovchilik belgilari ham kuzatilishi boshlaydi. Tana harorati me'yorda bo'ladi. Ba'zan og'riq sindromi bir necha kungacha davom etganda bunda tana harorati ko'tarilishi mumkin. Qon tahlili o'sha klinik o'zgarishlar bilan kechadi. Surunkali pankreatit bilan og'rigan bemorlarda markaziy nerv sistemasi intoksikatsiyaning hisobiga yoki bu simptomlar kuzatiladi. Ya'ni pachaqillik, jizzaklik, yig'loqlik, yuqori qo'zg'aluvchanlik, tushkunlik, yig'loqlik, kayfiyatsiz bo'lib, emotsional labil bo'lib, ruhiy buzilishlar kuzatilishi mumkin. Ma'lum bir davrlarda vegetativ distoniya belgilari, ko'p terlash, keskin qizil dermatografizm yuzaga keladi. Diagnostikasi. Diagnostika qiladigan bo'lsak, birinchisi albatta bemorni klinik diagnostika, ya'ni kelgandagi o'sha shikoyatlarni eshitib ko'ramiz. Ya'ni bu yerda pankreatik dispepsiya sindromi, og'riq sindromi, intoksikatsiya, hazm buzilish simptomlari belgilarini o'rganib chiqamiz. Oshqozon osti bezi aynan pankreatitga tegishli ekanligini ajratib olamiz. Laboratoriya instrumental tekshiruvlarda eng ko'p bizga ma'lumot beradigani bu kaprogramma hisoblanadi. Ya'ni kaprogramma axlatni tekshirganimizda o'zi axlatni makroskopik ko'rinishi hamda mikroskopik ko'rinishi bor. Makroskopik ko'rganimizda o'sha ko'p miqdorda axlat kelishi, polifekaliya, axlatni yaltiroq bo'lishi, ko'pikli bo'lishi, nordon hidli bo'lishi, bundan tashqari bo'tqasimon shaklda polifekali ko'p miqdorda axlat keladi. Buni mikroskopik tekshirganimizda yog' kislotani miqdori ortgani, ya'ni hujayradan tashqari kraxmal, ko'p miqdorda mushak tolalari, steatariya, kratariya, amilariya kuzatiladi. Venn-Diagram usul yordamida najosat tekshirganda umumiy miqdorini baholanadi.
Najosda bundan tashqari elastazani aniqlash, duodenal zondlash, qon va siydik fermentlari miqdorida biokimiya aniqlash, amilaza, lipazalarni aniqlash ahamiyatga ega. Oshqozon osti bezi ultratovush tekshiruvi o'tkaziladi. Bunda o'sha oshqozon osti bezini xususiyatlari baholanadi. Ichki sekretor funksiyani tekshirish. Davolash. Davolash, ya'ni me'da osti bezining maksimal funksional tinchligi va zona sekretsiyasini tormozlash. Bu degani nima degani? Ya'ni pankreatit bo'lgan bemorlarimizga biz ma'lum muddatda ochlik, iloji boricha ochlik beramiz. Ya'ni a'zoga tinchlantiramiz, a'zoni ish faoliyatini bloklab qo'yamiz, a'zoga dam beramiz. Keyin ovqatlanishni, ya'ni dietani to'g'ri tuzib berishimiz kerak bo'ladi. Dieta stoli tuz berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi mineral suvlar, yengil ovqatlanish tavsiya qilinadi. Qaynatilgan, yog'siz, dudlangan, dimlangan ovqatlar tavsiya qilinadi. Keyinchalik bosqichma-bosqich ovqatlanish tartibi tuziladi. Dezintoksikasion terapiya, ya'ni dezintoksikatsiya organizm toksinlardan tozalash uchun dezintoksikasion terapiya o'tkazilishi nazarda tutilgan. Modda almashinuvi buzilishini cheklash, gemostazni o'rganish, kompensatsiyalash, oldini olish, toksik mahsulotlar, metabolitlar, ovqat allergiyalarini organizmdan eliminatsiya qilish maqsadida. Og'riq bilan kurash, ya'ni xolida pankreatit yo'li tizimi spazmini cheklash, sekret oqimini ta'minlash kerak bo'ladi. Bunda ko'proq o'sha imxolinolitiklar, platiflin, noshpa, papaverin kabi dorilar qo'llaniladi. Giposensibilizatsiyalovchi terapiya qo'llaniladi. Keyin antiferment terapiya ham qilinadi. Ya'ni antiferment terapiya bu gangloblokatorlar, kantrikal, trasilol, gardoks kabi, ya'ni oshqozon osti ferment ishlab chiqarishini bloklovchi dorilar qo'llaniladi. Oshqozon osti bezini bloklaganimizdan keyin shira ajralib chiqib tashqaridan o'rin bosuvchi fermentlar, krion, pankreatin, kreazin, trizin, mezin kabi oshqozon osti bezi sekretsiyasi o'shani o'rnini bosuvchi ferment preparatlari tavsiya etiladi. Agar organizmda infeksiya o'choqlari bo'ladigan bo'lsa, bu infeksiya o'choqlarini davolash, profilaktik qilish kerak bo'ladi. Miya osti bezi tashqi sekretor faoliyatini buzilishini kompensatsiya qilish kerak bo'ladi. Simptomatik davo, ya'ni simptomatik davoda o'sha og'riq nima simptomatik belgilar bo'ladigan bo'lsa, bemorda shuni bartaraf qilish nazarda tutilgan. Umumiy quvvatlovchi terapiya, reparativ jarayonlar, organizm immun kuchini ustunlovchi vitaminoterapiyalar qo'llanilishi mumkin. Residiv va asoratlarni profilaktikasi qilinishi kerak. Xo'p, bu leksiyamizdan maqsad talaba bajara olishi kerak bo'lgan bu bir necha muammolar, ya'ni bemorning shikoyatini aniqlash, kasallik anamnezini, bolaning rivojlanishi haqidagi ma'lumotlarni baholay olish kerak. Ya'ni ma'lumotlarni yig'ish kerak, anamnez yig'ish kerak. Kasallikdan asosiy klinik belgilarini aniqlash maqsadida bemorning ko'ruvini o'tkazish, ya'ni bemor bilan obyektiv ko'ruv o'tkazishni bilish kerak. Kasallik tarixini to'ldirish, laboratoriya instrument tekshiruvlarni tayinlash, ya'ni bu bemorga aynan qaysi laboratoriya, qaysi instrument tekshiruvlari zarurligini ta'minlash kerak bo'ladi. Taxminiy birlamchi tashxis qo'yiladi. Keyin o'sha laboratoriya instrumental tekshiruv natijalariga ko'ra klinik tashxis asoslanadi. Keyin klinik tashxisni asoslaganimizdan keyin tetrov, patogenetik, simptomatik davolarni tayinlanish bilish kerak. Asosiy dori vositalarini retsept yozishni talaba bilish kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi leksiyamiz shundan iborat edi.